Mana bu chuqurlikka ahamiyat bering. Bemorimizda juda ham baland qilib necha qo'yilgan. Ikkinchi taraf tugunini mana ahamiyat beringlar, tashqariga bo'rtib turibdi ham. Mana bu og'riqli. Assalomu alaykum barchaga azizlar. Navbatdagi operatsiyamizni boshlamoqdamiz. Bemorimiz yosh, noyabr oyida, ya'ni hozirgi kundan 4 oy avval yuqori qovoqlarda necha oy blefaroplastika qildirgan ekanlar. Bemorning shikoyatlari ko'zlarni ochib yumishdayu tepaga qaragandagi diskomfortga, ortiqcha to'qimalardan xalos qilib, nitkalardan xalos qilib, skladkamizni shakllantirib beramiz. Azizlar, operatsiyani ham boshlab olmoqdamiz. Razmetka bir tarafda tugatdik, ikkinchi tarafda hali bor, lekin masalaga hozir bir narsani ko'rsatmoqchiman. Ko'zimizni ochamiz. Mana bu chuqurlikka ahamiyat bering. Bemorimizda juda ham baland qilib necha qo'yilgan va aynan yuqoriga qaraganda og'riq bor bemorimizda. Tugunini mana bu joyda ko'rsa bo'ladi. Ikkinchi taraf tugunini mana ahamiyat beringlar, tashqariga bo'rtib turibdi ham. Mana bu og'riqli va bu yerda ham baland qilib noto'g'ri qo'yilgan necha. O'zi aslida skladkalar qayerda bo'lishi kerak? Ko'zimizni yumib turamiz. Mana bu liniyada bo'lish kerak edi skladkamiz, lekin mana bu yerdan noto'g'ri qilib shakllantirib berishgan. Marhamat azizlar, natijani ko'rsanglar bo'ladi. Sarazu после operatsiya bemorimizda ortiqcha to'qimalardan xalos qilib, nitkalardan xalos qilib, ikkala qog'imizdan chiqqan nitkalar marhamat ko'rsanglar bo'ladi 3 ta. Chap ko'zimizdan 2 ta nitka chiqdi, o'ng ko'zimizdan bitta nitka chiqdi va bemorimizda ancha yengillik uyg'otdik. Yuqoriga qaraganingizda tortishuvlar bormi endi? Yo'q. Endi yo'q. Nitkalar hisobiga tortilib turgan edi, hammasidan xalos qilib berdik. E'tiboringiz uchun rahmat, kuzatishda davom eting, charchamang.